qaraysan. O'ynashmagin arbob bilan, arbob urar har bob bilan degan ota bobolarimiz. Aqling kirib qoldimi? O'zi senga xudo bas kelmasa, bandasi bas kela olmas ekan. 15 kun umrim bekor ketdi sanidim. Bilib qo'y. Agar bundan keyin yana barmog'ingni uchini tegizadigan bo'lsang, bundan ko'prog'iga qamatib yuboraman. Zo'ravon. Nima, birinchi perlovka soldingmi? Soldim, perlovkani ham soldim. Grechkani ham soldim. Keyin hali qo'qonda jo'xorisini ham sovardim. Ya, go'shtni solmadingmi? Voy, 1 kilo go'shtni maydalab solganman. 10 ta tuxumni qaynatib qo'ydim dadasi. Hamma suvini tortgandan keyin tuxumni ham maydalab yuboraman. Barakalla, barakalla. Bir haftaga yetkazgin, xo'pmi? Mahmud. Ya, keling Farmon aka, keling. yaxshimisiz? Voy, maishat zo'r-ku, a? Qanaqa maishat Farmon aka? Ha bu tovuqlarning ovqati-yu. Tovuqlarga? Qo'y, tovuqlaring shunaqa ovqat yeydimi? Albatta. Bu ovqatni yegandan keyin tasavvur qiling, tovuqlar tuxumlaydimi? Ha. Bitta tuxum fermaning tuxumidan 20 tasiga teng bo'ladi. Kaloriyasi o'ta kuchli. Uni ikkitasini yutib olsang, ertalab yutsang, kechgacha mo'zaqlar baquvvat qiladi odam. To'g'ri-da. Bunaqa ovqat yegandan keyin men ham tuxumlab yuboraman. Bunaqa ovqat yegandan men ham shu. O'char ovozingni o'tat joyingga. Buning tuxumlaging kelayotgan bo'lsa, kir katakka xo'roz tayyor. Qo'y hazilingni. Shaqqatdan ham shu bitta tuxuming, fermana tuxumini 20 tasini quvvatini beradimi? Ha? Shundan bir 15 ta menga berib yuborgin. Kallak ishlayapti-da. O'zi bor yo'g'i 4 tagina tuxumlaydigan tovug'im bor. Zotli tovuqlar. Men senga 10-15 ta beramanmi? Sen uni fermerlikini yutib yuraver, senga bo'laveradi. Yaxshimisan, o'rog'ing berib turgin. Ha, yaxshimisan, shu makkani urishdi. Nima qilib ikkita bo'sh tuxumni ko'tarib yursan? Ikkitasi qani? Tushunmadim. Sen bo'shligini-yu, ikkitaligini qayerdan bilding? Men bilaman-da, Mana bu bo'shligi kun turibdi mana. Bu bo'sh. Bo'sh. Nimaga unaqa bo'sh ekan? Shu haligi yaxshi ko'rgan xorozing bor-ku, o'shani pushti qo'yib ketgan u. Bo'lishi mumkin, lekin ancha qarib qoldi hamda. Unaqa desang, hamma tovuqlarga bir xil muomala qiladi iflos. Xorozing kullaydi. Seni ko'rganda seni oldingda axir qiliqlarni qilaveradi. Endi suyib qo'ymasin deydi bechora. Nima qilay ekan? Nima deysan? Endi xorozing balki yaxshidir-u, lekin fol ochtirib qo'ysang yomon bo'lmasdi yo'q. Fol? Ha. Kimga fol ochtiraman? Mana xotinim dedi. Yaxshi fol ochadi. To'g'ri, folga ishonma, folsiz yurma deyishgan-ku. Ketdik bo'lmasam. Yo'q, hozir xotinim uyda emas. Yarim soatdan keyin keladi. Ana o'shandan keyin chiqaverasan, menga hozir o'rog'ini bergin, o'rog'ini. Yur. Mana bizning xotin. Ana endi darding gapir. Ha, 5 ta tavug'im bor. 4 talasi tuxumlaydi. Jim bo'l, hammasini o'zi aytib beradi. Unda nima kerak uni polvonchiligi? Qani, xotin top. Nima gap bo'lgan, nima so'z bo'lgan, o'zing aytib ber. Xo'p, bo'ladi. Xo'sh. Maraymat aka. Menga hayron bo'lmang. Men isiriq, pichoq, boshqa narsa bilan shug'ullanmayman. Shunday ko'zimni yumsam, menga odamlarim hamma narsani ayon qiladi. Hozir boshladim. Hozir to'xtab turinglar. Ha.
Mana Mamat aka, sizni 5 ta tovugingiz bor ekan. Bitta xo'rozingiz bor ekan, to'g'rimi? To'g'ri. Sizlarga ko'rinib turadi-yu. Yaqingacha tuppa-tuzuk tuxumlab turgan edi tovuqlaringiz. Hozirgi kunda esa tuxumlari bo'm-bo'sh. To'g'rimi? To'g'ri, ha. To'g'ri. Nimaga shunaqa aytib bera olasizmi? Topadi. Hammasini topadi. Xotin yaxshilab o'ylagan, yaxshilab so'ragan. Xo'p, o'sha jempillaringdan bu meni yaxshi o'rtog'im bo'ladi. O'sha tuxumlarni kim so'rib ketyapti? Yo'q. Xullas, nima bo'lganini topasan. Xo'p, Topadi. Xo'p, shoshilmay turing. Meni shoshtirmang. Hozir. Voy. Mamat aka, sizni xonadoningizdan farishtalar qochib ketdi-ku. Ularni chaqirish kerak. Chaqiring. Ularni quruq chaqirib bo'lmaydi-ku. Nima qilish kerak? Jonlik so'yish kerak. Qon chiqarish. Ha, qon chiqarish kerak. Gap yo'q. Men mardman. Shu xo'rozimni so'yib yuboraman. Gapira qarang. Ajoyib sizda. Ha, xo'rozingiz nari bo'lsa 2 kilo, 3 kilo go'sht bo'ladi, to'g'rimi? Ay tavba. Eshiting, mana. Voy. Ana eshiting. 40-50 kilo jonni so'ysin deyishyapti. Kim? Odamlari? Men qara o'sha odamlaringga aytgan. Maryam otaning meni yaxshi do'stim. Sal kamroq bo'lmasmikin, ha? Hozir. To'xtab turing, hozir. Ha? 35 kilo bo'ladiganimi? Eshitdinglarmi? Men eshitdim. 35 kilo deyapti. Eshitdinglarmi? Men eshitdim. Maryam, sen uyingda 35 kilolar chiqadigan qo'ying bor edi shekilli, ha? O'shani so'ysan-da. Mayli, endi so'yib haligi qo'ni-qo'shnilarga tarqataman-da, to'g'rimi? Gapini eshiting. Qo'shnilaringiz baloni yesin. Ha, xizmatni meni odamlarim qiladi-ku. Kechirasiz. Men ham o'rtog'ingiz ham bu go'shtni yemaymiz. Meni odamlarim yeyishadi. O'sha necha kilo yeysizlar? Odamlaringiz necha kilo yeydi? Nima deydi? Hammasini. Ha? Keyin haligi kalla poycha, ichak hammasi sizga. Ha? Shoshmang. Ha? Bo'ldi. Go'shtni butun olib kelasiz ekan. Dumba yog'ini ham butunligicha olib kelasiz ekan. Mayli. Keyin tovuqlarni butun tuxumlaydimi? Voy, albatta. Boshim bilan javob beraman. Bayqira, men ham 100% javob beraman. To'g'rimi, xotin? To'ppa-to'g'ri. Qandoq maza ya. Ye. Ay, maza qilish kerak-da. Endi xotinjon haqidan ham chiroyli kasting bor-da. Rahmat. Marhamat tog'lari bundan keyin to'liq tuxumlarmikin? Ajoyib gapirasiz-da. Ha, dadajonisi, bu sizga bog'liq-ku. Oling.
Sen yolmazsan sen kichkina bo'lsan ya. Aytgan u tuxumni o'g'risini topdim. Kim ekan? Farmon piyoz, farmon ekan. Farmon ekan. Ikkala tomonini teshib, so'rib ketayotgan bilmabman. Voy, tuxum teshmasdan ko'zing o'yilguri. O'zi-chi, tog'a uni bilardim, ko'zi o'ynab turardi uni-chi. Ha, uni tagizga bosib urmabsiz-da. Yana bilisiga aytadi-da haligi. Uchastkavoga aytib 15 sutka qamatadi iplos. Shunisi qilig'i yomon. Bo'lmasam bitta fikr qilamiz. Siz dorixonaga borasiz, tog'a. Bitta surgi dori olasiz. Surgi dorini yaxshilab eritib, tuxumga spirtda haydaysiz. Keyin tomoshasini ko'rib turibsiz, tuxum o'risini. Lekin yomon narsa emas. Zarar-parari anaqa o'lib. Tog'a, hali bu surgi doridan hech kim o'lmagan. U ham o'lmaydi. Dorixonadan ikkita ichib qotiradigan dori olib oling. Bo'ldi, berib yuborasiz keyin. Sog'ayib ketadi. Yumshoq ekanmi? Birinchi marta olishim. O'tgan safar olganim rosa qattiq ekan, shuni yumshog'iga almashtirib bering. Tez yordam chaqirsammikin? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, marhamat. Keling, yaxshimisiz? Ha, odamlaringiz go'shtni yeb bo'ldimi? Ha, yo'q, hali. Ha, u go'shtmi? Bilmasam yeyishgandir. Voy, so'ramabman ha. Farmon qani? Voy, Maray Mamat aka, Farmon akam 2 soatdan beri juda ham yomon og'riyapti. Holati chatoq. Ana, o'zlari kelyaptilar. Kasali jiddiyga o'xshaydi-ya. Shunaqaga o'xshaydi. Voy, Maray Mamat aka, bilasiz, Farmon akam ko'zga yaqin inson. Qaysi bir ko'zing tekshirgur, ko'zi bilan qaragan, ko'z tekkanda. Kelyapti-yu. Ketchi. Yurishga madorim. Ehtiyot bo'ling. O'tib. Do'stim, nima bo'ldi senga? Tishdingmi? Yo, tuxum yutganmiding? Sen meni o'g'riga chiqaryapsanmi? Ha? Kelib menday insofli, pok insonni o'g'riga chiqaryapsan. O'limmanmi? O'zingni uyingdagi tuxumni yutganmiding, deyapman. Ha, u kelib fol ochib qo'ymaysizmi yeringizga? Ha, fol ochardim. Lekin odamlarim dam olgani ketishganda. Mayli, xudo shifo bersin. Haligi tuxumlarimi yana shu kimdir so'rib ketyapti yo bo'sh tuxumlayaptimi bilmayman. Voy, Maray Mamat aka, menimcha tuxumlaringizni ana u kalamish borku, shu so'rib ketayotgan bo'lsa kerak-da. Aqlingizga qoyillar. Men ham shunaqa deb o'yladim. O'shancha ham folbisiz-da siz. Keyin o'lib ketgin dedim-da, haligi kalamushlar qirilib ketsin dedim-da, haligi tabibga borib zahar olib kelib ichiga qo'ydim shpritsda. O'lib ketdi deb tabib aytdi. U nafaqat kalamush, 10 soatda odamni ham o'ldiradi. Eshitdingizmi? Zahar yaramas. Ablah, sen meni yeding, ablah, yeding. Alvido, yoshligim, alvido. Sen mendan rozi bo'l. Sen meni bola chaqalarimni uvoliga qolding. Ha, qarab tur. 3-4 kunda oldimga chaqirib olaman. Voy dadasi, hay menga qarang. Bularni o'ldiryapsan. Menda zaharni kesuvchi dori bor.
Voy, eshitdingizmi? Bu dori bor ekan. Maryam amajon, do'stligimiz haq hurmat. O'sha dorini ber. Ber o'sha dorini. Hech qachon. Sanlar meni loq qilib turib, bitta qo'yimni yevordilaring. Nima, bilmaydi o'ylaysanmi? Ha, o'lib ket. Men hozir Go'rkonga borib buyurtma beraman. Bo'pti. Ay, Maryam aka, iltimos. Meni beva qoldirmang. O'sha doringizdan 2 donagina bering. Bundan keyin bunaqa qaramiz, ishlarni qilmaymiz. Adadasi va'da beramiz. Qilmaymiz-a? Ayting, qilmaymiz deng. Kechirasizlar. Sizlarni deb qo'yim so'yilib ketdi. Qo'y qani, qo'y. Qo'y. Mana 70 kilo keladigan qo'yim bu. O'sha saniki olib ketdi, men roziman. Ber iltimos. Dorini ber, dorini ber. Bera qoling. Bering. Voy, xayriyat. Tezroq qil. Ich. Ha, qo'y. Qo'yni olib kelmaysizmi? Qo'y. Hozir o'zim olib chiqib beraman qo'ydi. Qo'llarim bilan yetirib olib chiqib beraman hozir. Hozir siz shu yerda turing, men ketdim. Menga qarab parma. Agar yana menga frip ishlatadigan bo'lsang, 15 sutga qamatasanmi, 70 sutga qamatasanmi, g'ijimlab uraman, tushundingmi? Ayoq o'tirmayman. Mana to'g'rilab qo'y, chiroyli turibdimi? Ha? Qayerga deyapsiz? Ha, ozgina yurib kerak. Yurishlaringiz yaxshi emas-da, dadasi. Shu kunlarda-chi, tushlarim ham bejo bo'lib turibdi. Yurishingiz ham bejo. Menga qarang, chap tomonga yurgan odamni albatta chap oyog'i sinar ekan. Ha, o'ng tomonga yurganlar, shu o'ng oyog'i sinar ekanmi? Uni bilmadim. Bilmasang gapirmagin. Diydoring qursin sani. Men bu ko'chaga chiqib oyog'imni chigalini ozgina yozib kelay deyapman. Ay dadasi, 5-10 mana nokta uzib bering. O'zim uzay desam, mana narvon meni ko'tarmaydi. 1-2 soatda bir 10-15 kilo ozginda o'zing chiq. To'qqon qursin. Bugun tug'ilgan kunim ekanligini ham bilmaydi. Betingiz qursin sizni. Iloyo oyog'ingiz sinsin. Qulog'imga eshitildi shekilli. Parvarjon, qalaysan? Yaxshimisan? Yaxshimisan, hammamisan? Qorning tuzalib qoldimi? Yaxshiyam, o'sha dorini bergan ekansan. Bo'lmasa hozir ko'rishmasdik o'rtoq. O'zing qanaqaga kelsan? Ha, bugun xotinimning tug'ilgan kuni. Nima olishni bilmayapman. Gul ol bo'ldi-da. Ya, bu o'tgan yili gul olib kelganimda, gulga balo bormi, go'sht olib kelmaysizmi degan edi. Unda go'sht ol. Shuni ham go'sht ko'p yeb qo'yapmiz. Aytishlaricha go'sht oshib ketyapgan edi. O'zi oxirgi marta qachon go'sht olgansan? Yaqinda. Mana o'sha o'tgan hayitda. Yana hayit kelsa olamiz, ha? Bugun saltanat tug'ilgan kun degan, bilasanmi? Yoshligimizda biz saltanat bilan Tilingga erk berma. Boshlaringni buzib tashlangmi hozir? qo'lingni paxsa qilma. Yana 15 soatga o'tirgin kelyaptimi? Mayli. Anaqa. Ya qo'y hammasini. Meni ham xotinimni indinga tug'ilgan kuni. Ha. O'shanga bitta sovg'a oldim. Qara, antiqa sovg'a. Ya? Ha, qara. Mana bundoq qilsang she'r aytadi. Gulsizmisan ey do'stim, birov kelmas yoningga. Uzoq bo'lib kuyarding, Bo'l o'tirib qoladi. Ana, Bu antiqa narsa ekan-a? antiqa. Pulim yonimda kamroq edi. Sovg'a salom olib, meva-cheva olish kerak. Ertaga nafaqa olsam pulini beraman. Berib turib bugunga, ha? Boshqa olaversan. Bo'lmasa bitta shartim bor. Ha. Saltanat tug'ilgan kuniga men ham boraman. Yaxshi. Unda o'sha borgan paytda beraman. Ha, borganingda berasan. Borganimda olib boraman, o'shanda beraman. Xotinimga ko'rsatib qo'yma. Yo'q. Ha, mendan oldin borib olmagin. Yaxshi. Bor, kutaman. Ha.
ko'rishaylik tog'a. Rahmatjon. Hozir. Yo, kerak emas tog'a. Xafa bo'laman, axir meni tog'amsiz. Men bo'lsam jiyaningiz bo'lsam. Ushla. Yo, kerak emas. Yo, xafa bo'laman tog'a. Sani tirikchiliging shu, ushla. Yo, kerak emas tog'a, uraman. Mana. Ol. Osh bo'lsin. Tog'a. Hech bo'lmasa 5000 qo'shing. Ziqnalik qilma. Yetib ortadi benzinga. Unaqa qilmagin. Tog'a? Farmon akaning mashinasimi? Bo'pti, gaplashamiz. Marhamat. Qalaysan, qayerda yursan? Maza qilib raqslarga tushdiga. Hali xotining Masala. Birovni xotinini quchoqlashni ko'rsatib qo'yaman. Hayotda ko'p asli hangoma hazil. Ba'zi bir hazillari tagi bo'lar zil. Oynali jahonga boqsangiz do'stlar, albatta ko'rinar baribir nadir. Qalboq yaxshiga soyabon, bosh bola